Assalomu alaykum, hurmatli YouTube obunachilarimiz. Mana xudo xolisa navbatdagi 10 donalik stollarimiz tayyor bo'ldi. Video obzorimizni boshlashdan oldin kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar. Video obzorimiz agar yoqadigan bo'lsa, bittadan like bossa esdan chiqmasin. Mana ko'rishingiz mumkin, navbatdagi mebellarimiz mana korishnoye svetda qilib berdik. Egasi zakaz qilganligi uchun bu ishimizni materialiga keladigan bo'lsa, lisva yog'ochdan bo'lgan. Machalkalarga keladigan bo'lsak, 3 cm ya'ni 9 cm machalka qo'yganmiz. Spinka qismiga 3dan bir qavat ya'ni 3 cm machalka qo'yganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Gullarni ham chiroyli qilib ishlaganmiz. Mana tugmalarni ham. Bu ishimizni Sirdaryo viloyati Guliston shahriga tayyor qilib berdik. Kimga shunaqa stollar kiradigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. O'zi aslida bu ishlarimiz donasi 300 ming so'mdan sotilgan. Biz aksiya qilib, yangi yilgacha davom etadi, faqat 250 ming so'mdan qilib qo'yganmiz. Bir dona desa ham, bir donadan boshlab